Hadisib o'tin tergan keldingmi sana? Ham g'ish qo'yasiz, ham ishga chiqasizlar, ham o'tin terasizlar. Men bir yangilik bilan o'sha oilaga keldim. Kelsam, bir yaqinlarimiz olib kelsangiz, kiyintirib, ovqatlantirib, oziq-ovqatlarni qilib jo'natamiz deyishgandi. Afsuski, hozir video olayotgan joyim qaranglar, qanaqaligini. Kelsam, hali kichkina Muhammad Yusuf onasi bilan birgalikda shunaqa vodiychasi Zakin deydi, Zakin taraflariga o'tin tergan chiqib ketishgan ekan. Onasi bilan birgalikda. Hozir ularni topgani ketdik. Shuni qidirgani keldik. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa holatda o'tin yig'ishtirishgan. Bu uyushtirilmagan, hech qanaqasiga uyushtirilmagan, qanaqadir aktorskiy emas. Vallohi hozir o'sha kiyintiramiz, ovqatlantirib kelamiz, kelsam Xushnudbek yerda ekan, lekin u bola yo'qligi uchun bu yoqqa kel, o'zim bor, o'zim qidirib kelaman, sen bormagin deb birgalikda u bilan keldik. Qani ko'ramiz. Topildi bu oila. Hadisib o'tin tergan keldingmi sana? O'tin terdingmi? Sen yangi yordam bergan keldingmi oğlum? O'tin tergan chiqdilarmi? Gaz yo'q, o'tin tergani keluvdik. O'tin teramiz. Mana shu dalalardan o'tin terasizlar. Daladan o'tin teramiz. O'sha loydan bo'shab beriladan o'tin terib. Ham g'ish qo'yasiz, ham ishga chiqasizlar, ham o'tin terasizlar. Nima qilaylik endi? Gulbahor opa, charchab qolmayapsizmi issiqdan opa? O'tinlarni terib qiyin emasmi? Menimcha xolos. Xudo xolasa ozgina sabr qilsangiz, xudo xolasa qo'llab-quvvatlashsa odamlar yangi uy solamiz. Xudo xolasa o'tinga ham ehtiyoj qolmaydi, o'tiningizni ham to'ktirib beramiz. Xudo xolasa. Sti. Hali bu oilani olib chiqqanimiz yo'q. Ya'ni bitta oila bu boshqamiz. Bu boshqa singlimiz bu. Xushida. Ya'ni bu Gulbahor opaning singillari hali sizlarga aytganman, videosini adayni qo'yaman. Hali videosini qo'yganimni kutinglar. Xudo xolasa qo'llab, quvvatlab turasizlar. Endi men shu ikkita bolani kiyintirib, oziq-ovqatlarni qilib kelamiz, xudo xolasa.